Assalomu alaykum qadrdonlar, bormisizlar, omonmisizlar? Mana bugun Xudo xolasa Yangiotdagi obyektimizni yakunlab oldik. Qadrdonlar, bu uzunasiga keladigan bo'lsa 21 metr, eniga 1 metr. Shu joyimizga mana shunaqa chiroylikgina pasonni tanladik. Qadrdonlar, uy egasi hech talab qilinmaydi, faqat obed puliga bo'ldi. Shu pasonimizni tanlashda uy egalari u yoqqa bu yoqqa yugurishmaydi. Hamma narsamiz o'zimizdan. Qadrdonlar. Hop, oq kaseta, qora kamar, yaltiroq piyaynasi holatda karniz. Piyaynani hammasini samirezlab, orqasidan samirezlab chiqdik. Qadrdonlar. Namangan pason hisoblanadi. Oldi peshanaga katta nakanishlikdan urganmiz. Tunikamiz qalinligi 0.34, 35. 0.35 dan bo'lgan. 15 yil garantiyasi bor, Xudo xolasa qilgan ishlarimizga. Shu joyimizga 43 kvadrat tunika rasxod qildik. Qadrdonlar. Mana obunachilarimiz o'nlarini qirqib, har bitta stoykani o'rnini qirqdik. Hammasini bo'lmasam tushmasdi. Mana obunachilarimiz oq piyayna. Xullas, kimga tunikafon xizmatlari kerak bo'lsa, bu hijolat telefon qilishlari mumkin. Aytgan pasoninglarda Xudo xolasa qilib berishga harakat qilamiz. Telefon nomerlarimizni pastda qoldiramiz. Telefon qilishlari mumkin. Layklardan bosib tashlayveringlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.